Premium klassdagi xonadon izlab yurganlar uchun Mirzo Ulug'bek tumani Sentr Lunacharskida joylashgan shunaqa ajoyib uy topib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin, uyimizning tashqi fasadlari zamonaviy usulda qilingan. Uyimiz 285 sotikga tushgan. 6 xona, undan tashqari podval qismlariga ham ega. Ko'rishingiz mumkin, uyimizda yashil zonalari, yozgi oshxonalari mavjud. Tashqi fasadi ham juda ham chiroyli qilib qurilgan. Ana endi uyimizning ichkari qismiga o'tamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Uyimiz 2 qavat, 3 ta o'rinli qilib qurilgan. Kirishimizda mana shunaqa katta hol, yerlari kafel, tepli pol qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari bu yerda ham shunaqa katta maydon bor. Kirishimizda chap qo'lda oshxonamiz. Juda ham chiroyli, oppoqqina qilib, alohida mehr berib qurilgan ekan, ko'rishingiz mumkin. Keyingi xonamiz mehmonxona. Shunaqa chiroyli arkalar bilan hashamatli usulda bezatilgan, bitta baho berib ketasizlar. Keyingi xonamiz birinchi qavat uchun mo'ljallangan ota-onalar xonasi, o'zini sanuzul qismlariga ham ega. Obol yopishtirilgan, tashqari tomonga qaragan oynalari zabor qilingan ekan, reshotka. Undan tashqari bu yerda birinchi qavat uchun mo'ljallangan sanuzul qismimiz va uni yonginasida orqa hovli ham bor, kichkinagina. Buni ochib ko'rsatishimiz shart emas. Endi podval qismiga tushamiz. Podvalga tushsangiz uncha uyda yo'q narsani topasiz. Ya'ni bu yerda katta basseyn va saunasiga ega. Mana shunaqa chiroyli manzara kutib oladi podvalda sizni, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham shunaqa katta qismi bor, stol qo'yib bemalol o'tirsangiz bo'ladi. Mana bu yerda issiqlikni kontrol qilsa ham bo'lar ekan. Mana sauna qismimiz, undan tashqari yonida ikkita sanuzul qismlariga ham ega. Bu yerda bitta kotelni xonamiz. Hamma issiqlik tizimlari, tepli pol mana shu yerdan boshqariladi. Undan tashqari bu yerda yana bitta katta xona bor. Xohishingizga ko'ra sport zonasi yoki bilyard zonasi qilib qo'yishinglar mumkin. Ana endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatimizda 4 ta yotoqxona mavjud. Kattalar va bolalar yotoqxonasi, undan tashqari o'zini chiroyli balkon qismlariga ham ega. Ikkinchi qavatimizda ham shunaqa katta hol mavjud. Bu yerga o'tiradigan zona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Televizor qo'yishga joy ham tashab ketilgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu ikkinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan sanuzul qismimiz. Oldida bitta bolalar yotoqxonasi mavjud. Mana tashqari tarafga qaragan oynalari. Yonida bitta kattalar yotoqxonasi. Mahallamiz Mirzo Ulug'bek tumani Sentr Lunacharskiy elitli mahallada joylashgan ekan. Bu xonada zo'r bitta fishkasi bor ekan, menga yoqdi. O'zini seyflargacha o'rnatib ketilgan. Kattalar yotoqxonasi bo'lgandan keyin pul saqlash uchun seyflargacha o'rnatib ketishibdi. Bu yerda bitta spalnimiz, bu spalnimizni ham yoqqan tarafi o'zini garderobniyasi ham bor ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda sanuzul qismimiz. Va uni yonginasida garderobniy. Uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani Sentr Lunacharskiyda joylashgan. 6 xona, 2 ta katta hol, podval qismini ko'rdinglar. Basseyni, saunalargacha bor. Bu balkon qismi, uyimizning egalari
499 ming so'rashyapti, yana kelishadigan joyi bor. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, uyga xarid qilishingiz mumkin.